Tomorqa daromad manbai, farovon hayot garovi. Oilaviy byudjetni shakllantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda qo'shimcha daromad olishda tomorqaning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Yurtdoshlarimiz buni yaxshi anglagan holda keyingi yillarda o'z hovlisidagi kichik yer maydonlaridan tortib ijaraga olingan qishloq xo'jaligi yerlarda ham yiliga 2-3 marta hosil olishni ko'zlab ish yuritishlari natijasida yetishtirilayotgan hosil miqdori ortib bormoqda. Mavzuni Paxtakor tumani Bog'shamol mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiramiz. Mahallada bundan 9 yil muqaddam yosh tadbirkor Jamshid Ahmedov tomonidan boshlab berilgan tomorqada issiqxona tashkil etish tashabbusi bugun 70 dan ziyod xonadonga kirib bordi. Yosh tadbirkor o'z xonadonidagi 20 sotix maydonda issiqxona tashkil qilgan bo'lib, pomidor yetishtirmoqda. Ayni paytda 7000 tub ko'chatlar mo'l hosilga kirgan bo'lib, tez kunda pomidorlarni nafaqat mahalliy, shu bilan birga xorijiy bozorga ham yo'naltirish rejalashtirilgan. 2017-yildan buyon issiqxonachilik bilan shug'ullanib keladigan xonadon sohibi bu ishi ortidan doimiy 4 kishini, mavsumiy 20 kishining bandligini ta'minlashga erishgan. Jamshid Ahmedov issiqxonasidan 1 yilda 3 marta hosil oladi. Fevralda pomidor ko'chatlari ekish bilan boshlanadigan jarayon yoz faslida bulg'or qalampiri va qishda ko'katlar yetishtirish bilan davom ettiriladi. Shuningdek, xonadondagi 1 sotix maydonda ko'chatxona ham tashkil qilingan bo'lib, bu yerda urug'dan undirilgan ko'chatlarni o'zining issiqxonasiga ekishdan tashqari bozorga ham yo'naltirish orqali qo'shimcha daromad oladi. Umuman olganda, Jamshid o'z xonadonidagi issiqxona ortidan 1 yilda 350-400 million so'm atrofida sof daromad ko'rmoqda. Bu narsalar erishish yo'lida biz ko'plab tajribalar orttirdik va bu tajribalarni o'zimizdan kelib chiqib, qo'ni-qo'shnimizga, o'zimiz mahallamizdagi aholiga o'rgatib bormoqdamiz. Buni orqasidan hozir o'zimiz mahallada 45 ta oilani tomorqasida issiqxona barpo qilishga erishdik birgalikda ular bilan. Va bu jarayonlarda o'zimiz ko'chatlarni yetishtirib berib, issiqxonalarni qurib berib, bularni doimiy suv bilan ta'minlashda yo'lida o'zimizda o'rgangan tajribalarni o'rgatib boryapmiz. 20 sotik pomidorimiz bor. Bu pomidorimizni 70-60% eksportga va qolgan qismini mahalliy bozorimizga yo'naltirish niyat qilganmiz. Asosan eksportimizni Rossiya davlatiga, Qozog'iston davlatiga beramiz. Va bu mavsumdan keyingi mavsumga biz ikkinchi mavsumimizga shirin bulg'or qalampirlari ko'chatlarini ekishdi va ularni ham 100% eksportga yo'naltirishni niyat qilganmiz. Bu natija orqasidan biz yana o'zimizni tomorqamizda joy qolmagani munosabati bilan prezidentimizni tashabbuslari bilan yoshlarga berilgan yerlardan biz dehqon xo'jaligi oldik va u yerda hozirgi kunda 20 sotik issiqxona tashkil qildik. Issiqxonani tashkil qilgan yilimiz sof daromadga chiqa olganmiz. Bu yil gulchilikka ham qiziqishimiz bor. Hozirgi kunda o'sha gulchiliklarimizni ham tajriba qilib, o'tkazib, bozorga ketishini, talabini, sifatini ko'rib, mahallamizda gulni ham o'rgatmoqchiman qiziquvchilarga. Sinov tariqasida o'zimizning tomorqani 10 sotik joyiga atirgul navlaridan, o'sha lola bilan asosan atirgulni har xil sifatli navlaridan foydalanib ko'rmoqchimiz. Buni bozorini o'rganib, mustaqil uni ertangi kunda qanday bozor bo'ladi, qaysi paytga chiqarish, qanaqa uni agrotexnikalarni qilishni qo'llab, sinovdan o'tkazib, keyin dehqonlarimizga bozor bo'lib, daromad keltiradigan narsalarni o'rgatmoqchiman. Natijada qishki mavsumda issiqxonalarimizni ko'kat bilan to'ldirmasdan o'sha gulchilikni rivojlantirib, qo'shimcha daromadimizni yana ham oshirishni niyat qilganmiz o'zimizda. Mahalla hududidan 1 gektar yer maydonini 30 yilga ijaraga olgan yosh tadbirkor bu hududda ham 20 sotix maydonga issiqxona tashkil qildi. Qolgan maydonda oshqovoq urug'lari ekilgan bo'lib, bu ham yaxshigina daromad degani. E'tiborlisi, bu loyiha natijasida ham mahalladoshlari doimiy va mavsumiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Shu o'rinda aytish joizki, bugun Paxtakor tumani Bog'shamol mahallasida Jamshid Ahmedov singari tadbirkorlar soni ortib boryapti. Paxtakor tumanining Bog'shamol mahallasidamiz. Bu mahallada jami 1841 ta xonadon mavjud ekan. Mahalla yetiligi vakillari, jumladan hokim yordamchisi bilan suhbatlashganimizda bundan bir 7-8 yil oldin mahallaga keladigan bo'lsangiz, bu mahallani asosiy daromadi chorvachilik va mavsumiy dehqonchilik, ya'ni ikkinchi ekin maydoni sifatida g'alladan bo'shagan maydonlarda demak tomorqa ekinlarini yetishtirish orqali daromad ko'rib kelgan ekan. Ortimizda turgan mana bu issiqxona, shuningdek bir necha daqiqalar oldin sizga taqdim etganimiz
Aynan Jamshid Ahmedov xonadonidagi issiqxona misolida aytishimiz mumkinki, bugun Bog'shamol mahallasida issiqxonachilik driverga aylandi mahallaning. Va endilikda demak yanada bu raqamlarni oshirish yo'lida ishlar olib borilyapti. Bu shunchaki raqamlar emas. Bu raqamlar ortida birinchi navbatda xotin-qizlar bandligi, yoshlar bandligi, shu bilan birgalikda aholining doimiy daromadini oshirish ham turibdi. Bundan 7-8 yil oldinga qaytadigan bo'lsak, eksport degan tushuncha, mahalladagi tadbirkorlik degan tushunchalar bizga ancha yot edi. Mana 2022-yil hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan hokim yordamchilari faoliyati tashkil topdi. Shundan so'ng biz mahallalar o'rgandik. Xatlov jarayonimizda fuqarolarning nimaga istagi bor, talabi bor, nima bilan qanday tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi, uyidami yoki bozorga chiqmoqchimi, eksport qilmoqchimi, o'sha narsalarni o'rgandik. Bog'shamol mahallamizda yashovchi fuqaromiz Ahmedov Jamshid xonadonida 3 sotixgina issiqxona bor ekan. U ham oddiy yog'ochdan qurilgan edi. Bu bilan gaplashib, o'rganib, nima istaklarim borligini bildirganimizda o'sha vaqtida mablag' tomonidan qiynalayotganini aytdi. Kredit olish jarayoni o'ta qiyinligini aytdi. Shundan so'ng bunga 33 million miqdoridagi kredit bilan boshlaganmiz o'zi aslida. 3 sotig'ini 7 sotiq qildik. 7 sotiqdan asta-asta mana hozirgi kunga kelib 20 sotiq o'z hovlisida. Ijara yer maydonining 1 gektarida 20 sotiq mana yana qo'shimcha issiqxona. Jami 40 sotiq bo'ldi. Endi eksport yo'nalishini ham yo'lga qo'ydik. Mana shu mahallamizdan 2025-yil hisobidan 150 tonna pomidor eksport qildik. Qo'shni davlatlarimizga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlariga. Shundan kelib chiqib, mahallamizning fuqarolariga ham, qolganlariga ham joriy etdik. Qiziqtirdik, o'rgatdik, olib keldik. O'zlari ko'rdidagi ishonch hosil qilib, mana shu bola misolida hozirgi kunda 70 dan ziyod xonadonimizda issiqxona bor. 7 yil oldinlar bunaqa narsalar umuman 8 yil, 7 yil oldin daromad ko'raman yo issiqxona degan tushunchalar yo'q edi ularda. Bu yilga maqsadimiz 75 ta xonadonimizda endi 300 ta xonadonga yetkazish issiqxonalarimizni. 300 ta xonadondan xudo xolasa maqsad qilganimiz 700 tonna eksport qilish. O'qish jarayonlarini boshlaganmiz o'zimizda hududda. Ularga nazariy tushuncha berib borilyapti. 3 oydan keyin o'z issiqxonalarida amaliy tajribalar boshlanib beramiz ularga.